Bugun sizlarga payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamni yaxshi ko'rgan taomlarini pishirishni o'rgataman. Bu taomning nomi talbina. Bunga kerak bo'ladi bizga suv 300 gram, 150 gram suv va 3 qoshiq arpa uni. Bismillah. Birinchi bo'lib qozonchamizga 150 gram suvni solamiz va 3 qoshiq arpa unini solamiz. Massamiz qumaloq bo'lib qolmasligi uchun uni yaxshilab aralashtiramiz. Aralashmamizni bir tekis qilib aralashtirib bo'lganimizdan keyin bu massaga sutimizni qo'shib, olovga qaynashga qo'yamiz. Qozoncamizni o'rta olovga qo'yib, massamizni qaynarguncha tinmay aralashtirib turamiz. Chunki quyilishi boshlaydi, tegi yopishib qolishi mumkin. Bo'tqamiz quyilashni boshlayapti. Tinmasdan aralashtirib turish esingizdan chiqmasin. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam yuzinglarni suv bilan yuganinglarda qanday toza bo'lsa, bu bo'tqani iste'mol qilganinglarda ichaklaringlar ham xuddi shunaqa tozalanadi deganlar. Mana bo'tqamiz уже qaynab chiqdi. 1-2 marta biqillasa tayyor bo'ladi va tabiiyligiga qarab ozgina tuz qo'shib olasizlar. Tayyor bo'lgan taomimizni ozgina asal bilan bezatib, digirlarga tayyorlab berib, duoligini olib qolinglar. Bu videoni pazanda tanishlaringizga jo'natib qo'yinglar. Iftorlikka tayyorlab berib, uydagilardan duo olsa, sizlar ham savobligiga sherik bo'lasizlar.